Kecha nima qilyapsan? Kecha ko'knor edi. Ha, bugun Shpris. Ishqilib tinchlik bo'lsin aka. Har kuni nimadir qilasan-a? Har kuni nimadir qilamiz. Sababi mana shular inson salomatligi uchun birinchi o'rinda turadiki, qachonki bosh devorga borib urilmasdan turib, kasal bo'lmasdan turib oldini olgan yaxshi. Aka mana shularni biz olib kelamiz. Yonboshdanmi, tomirdanmi? Bu endi tili tagidan. Tili tagidan. Sovuqligini qarang, qo'lni muzlatyapti. Sababi u morozelkada turadi. Hop, har bittasini alohida saqlaymiz muzlatgichda. Asalga 1 kilolik asalga 10 grammni qo'shib beramiz. Mana shu haqiqiy bir cho'q oshidan yegan odamda immunitetida muammo shikast bo'lmaydi, talofat bo'lmaydi. Undan tashqari hattoki o'sha farzandsizlik bilan qiynalayotganlarga mana shu asalari suti qimillamagan hujayralarni qimillattirib tashlaydi Allohning izni bilan. Keyin o'zi aslida biz buni-chi kechirgan chaqaloqlarga, tez kasal bo'lgan bolalarga beramiz. Bu naturaliy antibiotik edi. Bu asalari sutini eng zo'ri 10 grammdan mana bunday holatda qilinadi. Nimaga shpritsda pensilli idishda bo'lardi uni bilasanmi? Uni olish qiyin bo'lardi. Masalan, o'zi 10 gramm bo'lsa, janavar bir kam 2-3 gramm qolib ketardi. Yuqida qolib ketardi. Mana shu immuniy shpritsga tortildi bu yil. Xudo xolasa yaxshi bo'lsin, havo kirmasin deb mana bunday probkalarda qo'ydik. Buni mana asallarga hozir tayyorlab ketamiz. Buni bitta yana eng zo'r narsamizni aytgan uchun mana bu qoni qo'yiq kam qonlargacha eng zo'r narsani tayyorladik. Sahrimiz, gemoglobinimiz ko'tarolmaymiz, chunki shira mumkin emas deymiz. Mana asalsiz, tabiiy, shakarsiz, tabiiy qorishmalardan bo'lgan bir osh qoshiq ertalab mana bismillah buni qarang aka. Mana degan qizil qora ikradan ko'ra yaxshiroq, haqiqiy vareniyadan ko'ra. Bular chunki tabiiy, bir dona shakar yoki asal qilinmaydi. Misol asalga allergiyasi bor ham yuradi, homilador ayollarga ham mumkin, yosh qizlarimiz, yosh bolalar, hojonalarga ham mumkin. Yarim kilodan standart qilib bu qon ko'paytiradi yo'llarimiz tayyorladik. Bular 100% qoningizni zo'r ko'paytirib beradi. Mazasi nima dedim uchun? Mazasi juda ham zo'r, rahat do'konlardan-da ko'ra, turetskiy shirinliklardan ko'ra yaxshi. Xonadoningizga bitta olib borib qo'ying, har kuni bir osh qoshiq bilan boshlang. Qip-qizil bo'lib yurasiz, xudo xohlasa. Keyin yana bitta narsani aytib o'tamiz. Ovqatdan keyin meva yeyish xato. Aslida ovqatdan keyin mana bunday tabiiy narsalarni yesa yoki och qoringa yesa foydasi zo'r bo'ladi. Ikkinchi qip-qizil bo'lib yuradi. Hazmni yengillashtiradi, ham oson hazm bo'ladi. Bu juda ham zo'r mahsulotlar. Do'konimiz adresi Qatortol optik bozorda. Bemalol topib keling. Mana bunday quvvatli joylarda berim uchun asalari sutlardan ber. Tabiiy mana bunday batonchilarimiz keldi. Mana bu xannon pistaga qilingan. Buni bodomga, mana bu asartilari yeganda qarsillatib jonni kirgizib yuboradi. Juda kuchli narsa. Chaynaganingizda g'irsillashdan qo'shishingiz bo'lib ketadi. Mazza qilasiz. Eng zo'r narsalar keling do'konimizda. Hamisha sizni kutib qolamiz. Qatortol optik bozor 9-10-do'kon esingizdan chiqarmang. Eng zo'r mahsulotlar faqat bizda bo'ladi. Keyin boshqalarda. Keyin boshqalarda.